Hammaga salom, mening ismim Suhrob. 2005-yil men Farg'onada tug'ilganman. Men YouTube'da ijod olib borishni maqsad qildim va bu mening birinchi YouTube'ga qo'ygan videoyim. Agar sizga video ma'qul kelgan bo'lsa, like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Agar video bo'yicha kamchiliklar bo'lsa, o'z uzrimni so'rayman. Izohda qanday kamchilik bo'lgan va nima xatoliklar bo'lganini yozib qoldiring va men bu xatoliklarni tuzatishga harakat qilaman va sizlar uchun harakat qilishda davom etaman. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun ertalab siz bilan birga quyoshning chiqishini kuzatmoqdamiz. Har bir tong bu hayotimizdagi yangi sahifa, yangi imkoniyatlar eshigi. Quyosh bilan uyg'onadiganlarning rizqi keng bo'ladi. Hadislarimizda ham yozilgan. Tongda baraka bor. Quyosh har kuni yangi umid bilan chiqadi. Bu esa bizga maqsadlarimiz sari harakat qilish, o'zimizni ustimizda ishlash imkoniyatini beradi. Hayotda har bir tong yangi imkoniyat. Kechagi xatolarni ortda qoldirib, bugungi kunni yaxshilik bilan boshlaylik. Sizlar bilan hozir statistikaga nazar solamiz. Dunyo aholisini 100% deb belgilasak, 100% ning attiga 10 yoki 20% ertalab quyosh chiqish paytida uyg'onar ekan. Bu nima degani? Bu degani ertalabki rizqdan 10 yoki 20% inson bahramand bo'lar ekan xolos.